Ipoteka orqali ham xarid qilsangiz bo'ladigan 2,5 sotikli hayxotli xonadonimiz zudlik bilan sotuvga qo'yildi. Naqd 216 metr kvadratli 7 ta xonali, undan tashqari 2 ta kattagina hol, 4 ta sanuzel hamda bitta podvalga ega bo'lgan ushbu xonadonimiz yaqindagina qurib bitkazilgan bo'lib, hali hech kim yashamagan chip-chiroyli yangi xonadon. Uyimiz arxitekturasi juda ham qulay uslubda chizilgan va shunga monand tarzda qurilgan. Elektrika ishlari ham zamonaviy uslubda yangicha dizaynda qilingan. Mehmonxonalari ham keng va kattagina, bemalol uy to'ylar qilsangiz hamma urug'-aymog'i sig'ib joylashib ketaveradi. Xonalari keng va yorug', qimmat, yaxshi eshik romlar o'rnatilgan. Masjid, bog'cha, maktab, apteka, magazinlar bir qadam. Avtobus, Damas, konichkalari, ostanovka, katta yo'lga ham yaqin joyda joylashgan. Transport qatnovida umuman muammo yo'q. Kanalizatsiya, gaz, svet, issiq suv, sovuq suv, internet, Wi-Fi'lardan ham umuman muammo yo'q. Hujjatlari joy-joyida. Otopleniya uchun yaxshi sifatli batareyalar o'rnatilgan. Qishda issiqqina, yozda muzdekkina xonadonimizni xarid qilishga shoshiling. Manzil Yangi Hayot tumani, Sohil ko'cha 10-B uy. Binokor sentrida joylashgan. Hoziroq uy egalari bilan bog'laning. Narxini uy tepasida 5 tashlab baraka qilsangiz, yana ham kelishtirib chiroyli narx berishadi.